Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasining Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga bag'ishlangan maxsus programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 6-oyning 11-kuni juma. Hammanglarning bugungi muborak juma kuni xayrli bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xitoy hokimiyatining Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga va mazkur sudning bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratgan turli hujumlari uzluksiz kuchayib bormoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi bilan qurilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sudining 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda muvaffaqiyatli chaqirilishi Xitoy hokimiyatini qattiq sarosimaga solgan. 6-oyning 9-kuni Xitoy hukumatı atalmış avtonom rayonlik hukumatning nomida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga qarshi maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Londondagi Uyg'ur sudida guvohlik bergan bir qism shohidlarning vatandagi urug' tuqqanlarini sahnaga chiqarib, majburiy so'zlatish orqali Londondagi sudda guvohlik bergan shohidlarning bayonlarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan edi. 6-oyning 10-kuni Xitoy xabarlari to'g'rida e'lon qilingan Uyg'ur alohida sudidan iborat bu dramaning rejissyori Kim nomli maqolada asosliq tig' uchi yana Uyg'ur sudiga va bu sudning tashabbuschisi Dunyo Uyg'ur qurultiyiga qaratilgan bo'lib, maqolada mundaq deb ko'rsatilgan. Uyg'ur alohida sudining iqtisodiy jihatdagi xo'jayini va bosh rejissyori biz uchun notanish emas. Bu sud 2020-yili 9-oyda Dunyo Uyg'ur qurultiyining talabi bilan Angliyada qurilgan bo'lib, Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsa Amerikaning iqtisodiy yordamiga erishayotgan bölgünchilar Usi va Jongo hukumati tomonidan bekitilgan terrorist tashkilotdan iborat. Yuqorqi maqolada yana Dunyo Uyg'ur qurultiyini astirdan kontrol qilayotgan kuchning Amerika demokratiyani ilgari surish fondi ekanligi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi qurilgandan buyon izchil turda Amerika demokratiyani ilgari surish fondining boshqarishi va kontrol qilishiga uchrab kelganligi. Bu sababdan mazkur fondining 2019-yili 12-oyda Xitoyning embargo qo'yishiga uchraganligi, Xitoyga qarshi chet ellik kuchlarning va ba'zi davlatlarning Sharq Turkiston kozorini qo'llanish orqali Xitoyning qudrat tepishini to'sishga urinib kelayotganligi bayon qilingan bo'lib, Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice apandi bo'lsa Angliyaning koni josusi deb ayblangan. Xitoy xabarlari to'g'ridagi mazkur maqolada yana bu navbat Londonda chaqirilgan tunji sudda guvohlik beruvchilarning ko'p qismining terrorchi va bo'lgunchi unsurlar ekanligi, Uyg'ur alohida sudining bu artistlarning yolg'on guvohligiga tayinib, Xitoyni irqiy qirg'inchilik bilan ayblayotganligi bayon qilingan. Mustabid Xitoy hokimiyatining bu qitim Londonda chaqirilgan Uyg'ur sudining oldi keynida sudning guvohchilarining va Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining vatandagi urug' tuqqanlarga qaratgan ziyonkashligini alohida oshirishi va ularni go'raga ilib olib, majburiy so'zlatish orqali guvohchilarga psixologiyalik hujum qilishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli tanqidiga uchrab kelmoqda. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Londondagi tunji sudi boshlanish harfisida mazkur sudning tashabbuschisi va bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysa apandimning vatandagi bir tuqqan inisi Xushdor Aysaning muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilinganligi va aksi Yalqin Aysaning tutqun qilinganligi oshkorlangan edi. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining direktori Sofiya Richardson xonimning 9-iyun kuni o'zlarining to'r betida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolasida mushu masala yana bir qitim eslatib o'tildi. Uning aytishicha, zo'r bir turkum fidokor Uyg'ur muhojirlarining yurtlaridagi urug' tuqqanlar bilan bo'lgan eng aqalli aloqalashish haqlari tortib olingan bo'lsa, yana bir turkum Uyg'ur da'vogarlarining urug' tuqqanlari turli bahonalar bilan og'ir qamoq jazolariga hukm qilinmoqda ekan. Sofiya Richardson xonim buningga misol qatorida To'lqin Aysa, Roshan Abbos, Gulchehra G'o'ja qatorliqlarni misolga oladi. Bo'libmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi To'lqin Aysaning lagerda o'lib ketgan onasi Oyxon Mamat va 86 yoshida vafot bo'lgan dadisi Aysa Mamatning o'lim xabarini necha yillardan keyin anglaganligini, enisi Xushdorning atalmış terrorlik jinoyati bilan ayblanib muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi, Washington shahridagi Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbosning pensiyaga chiqqan hadisi Gulshan Abbosning 20 yillik qamoqqa hukm qilinganligini tilga oladi. U bu ruhiy jazolarning amaliyotda ularning Uyg'ur da'vosi uchun to'lagan og'ir badallarining bir qismi ekanligini ko'rsatib o'tadi. Sofiya Richardson Xitoy hukumatining mushu xildagi yiroqdan qisos elish harakati to'g'risida to'xtalib, bu amaliyotda Xitoy hukumatining qonun bo'yicha idora qilinmaydigan bir hokimiyat ekanligining eng ro'shan isboti deb ko'rsatdi. Undan boshqa yana xalqaro kechirim tashkiloti 10-iyun e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotganligi yana bir qitim ta'kidlab o'tildi. Ilgari Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarga begunoh holda qamalgan 55 nafar shohidning bergan guvohligi asosida hozirlab chiqilgan mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga qaratgan keng ko'lamda tutqun qilish, qiynash va qattiq nazorat qilish harakatlarining hozirmi ham izchil davom qilayotganligi ko'p taraflamalik dalil isbotlar bilan yo'ritib berilgan.
Angliyaga kelib 6 ayning 4 kunidan 7 kunigacha Londonda chaqirilgan Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji sotiga qatnashib guvohlik bergan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandim 6 ayning 10 kuni Angliyaning dunyoga dongliq Oxford universitetining alohida taklifiga asosan mazkur universitetning o'quvchilariga maxsus Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasi, shundaqla o'zining hayoti haqida doklad berdi. Oxford shahridan stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Dolqun Aysa apandim mazkur doklad berish yig'ini haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Bugün Oxford Üniversitesi'nin o'quvchilar uyushmasining taklifiga binoan Oxford Üniversitesi'deki o'quvchilarga bir doklad berish yig'iniga qatnashib doklad berdim. Bununla bizning baş teftiş Abdukim ve bizning ekologiya bilimimizdeki müdiri Enver Tohti üçümüz bilib berip qatnaştık. Oxford Üniversitesi'nin o'quvchilari o'tgan yil 3 ayda Oxford Birleşmesi namlıq o'quvchilar uyushmasi bir yig'inga taklif qilgan. U yoqda men Nuri Turkel, Örkesh, Reyme xonimlar u yerda so'zlagandik. Bu qatim bu Uyg'ur soti munosabati bilan Londonga kelgan. Bu Londonga kelganlik xabarimizni bular anglagandan keyin Oxford Üniversitesi'nin o'quvchilari aloqa qilib mumkin bo'lsa mishaga kelib bir doklad berishni talab qildi. Albatta Oxford Üniversitesi dunyodagi dongliq universitetlardan biri. Bu yerdagi o'quvchilarga, yoshlarga doklad berish bizning da'voyimizning kelajak nuqtai nazari uchun pek muhim. Boğaşqa anından keyin mush fursatdan foydalanib ularning taklifini xo'shallik bilan qabul qilganligimizni bildirib bugun Oxfordga bordik. Bular hamda ko'proq o'quvchi bo'lgandan keyin shu mening o'quvchilik davridagi faoliyat hayotlarimizga, Dunyo Uyg'ur qurultiyining faoliyatlariga ve shundaqla albatta hozirgi Sharq Turkistonning vaziyati, Uyg'urlarning vaziyati o o'xshaydigan mushu nuqtalarga qiziqid ekan. Shuningga bu yerda meningki xuddi mushu universitet davrimda mushu o'xshaydigan yosh o'quvchi vaqtlarimizda Sharq Turkistonda o'zimizning ep bo'lgan faoliyatlari, harakatlari bu Uyg'ur faoliyat qandaq bir Uyg'ur faoliyatchisi bo'ldingiz deb savollarni shundan boshladi. Buningga o'zimning o'z vaqtida buningdan 30-35 yil ilgari Ürümçi'de üniversite okuyatkan vaxtlarımızda başlayan hareketlerimiz, qilgan faaliyetlerimiz nima uchun unda bir faaliyet kirishib qolganligimizning sababi to'g'riliq doklad berdik. Nayt qiziqarli savollarni sordi. Biz dokladimizda bu Sharq Turkiston meselesining, Uyg'ur meselesining yangi bir meseledek bilinayotganligi dunyoda xuddi 2016 boshlangandik, ammo unda bo'lmaganligi 49-yil Xitoy mustamlikasiga tushib qolgan kundan boshlab bu meselening mavjud ekanligi, ama o vaqtdagi dunyo shartlari bilan to'g'ri bilinmaganligi, kamsitish, Uyg'urlarga nisbatan ayrimchilik, assimilyatsiya qilish siyosatining Xitoy hukumatining uzun muddatlik o'zgarmas siyosati bo'lganligi, ammo Xi Jinping taxt chiqqandan keyin bu assimilyatsiya siyosatining rasmiy bir irqiy qirg'inchilik siyosatiga o'zgarganligi, bunun sebepleri bugünkü ceza lageridagi meseleler, Uyg'urlarning tatvatgan azap oqobatları, dünyanın bunun bo'lgan kuzatishi, dünyanın bunun bo'lgan ta'siri, matbuotlarning ta'siri, anından keyin bunun da ularning yana savollarga javob berdik. Bir o'quvchilar bo'lish, yoshlar bo'lish sababı bilan nima ishlarni qilib Uyg'ur qirg'inchiligini to'xtatishga yordam qilayotganligi haqida savollar bo'ldi. Uningga javob berdik. Demak, nayt qiziqgan bas munozirlik bir yig'in bo'ldi. Bular hamda Oxford Üniversitesining bir o'quvchilari kelajakda Angliya siyosati, dunyoning siyosatida muhim rol o'ynaydigan, kelajakda balkim shu dunyo siyosiy, iqtisodiy sohalarda muhim rol o'ynaydigan insonlar bo'lib qolishi mumkin. Shuningga bular bilan bo'lgan suhbatimizda o'zimning shu yoshlik davridagi nimamizni misol qilib so'zlash orqali ularga ba'zi o'zimizning tajribamizni so'zlab berdik.
Nayt yaxşı, qiziqarlıq birinin boldu. Ulan bək xoş oldu. Üzünün bizim yerdə mehman qılıb kütüb alalığını nayt qurur his qaldığını ifade edib. Biz bu üniversiteye sözləb özümüzün məsələmizin anlatış birisi iyi bolğanlığımızdan nayt xoşallıq his qaldığımızı onlarga ifade qıldıq. Bugün, yani 6. ayının 11. günü Avrupa ve Germaniya parlamentinin əzaları, kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari va tadqiqotchilar lager shoyida Qalbinur Sidiq xonim bilan Berlinda yumaloq ustal yig'ini o'tkazib, Qalbinur Sidiq xonimning lager hayotini ko'rdigan asosda Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi yangi vaziyati haqida muhokama elib bordi. Mazkur yig'inga Londondagi Uyg'ur sudida guvohlik berib, texa amdili qaytib kelgan Qalbinur Sidiq xonim alayida taklif bilan bevosita qatnashgandan sirt, yana Yevropa parlamentining a'zolaridan Angin Eroğlu apandim, Kramun xonim, Germaniya parlamentining a'zolaridan Mihil Brit, Doktor Deyla, Xatar ostidagi millatlarni qo'g'dash tashkilotining bayonotchisi Shanmo Shetlari va germaniyalik tadqiqotchi doktor Adrian Zinis qatorliq yuqori darajalik arboblarni ishtirok qilgan bo'lib, mazkur yumaloq ustal yig'ini Dunyo Uyg'ur qurultiyining tashabbusi va o'rinlashtirishida elib berildi. Mazkur yig'inga qatnashish uchun Gollandiyadan Berlinga yetib kelgan lager shoyida Qalbinur Sidiq xonimni Dunyo Uyg'ur qurultiyi Berlin ishxonasining direktori G'ayru Qurban va Berlinda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarimiz qizg'inlik bilan kutib oldi. Qalbinur Sidiq xonim yig'inda qilgan so'zida o'zining lager hayotini, lagerda ko'rganlarini, bu qitim Londondagi Uyg'ur sudida guvohlik berish ahvolini va Xitoy hokimiyatining o'ziga qaratgan hujum, besim va tahdidlarni yana bir qitim tafsiliy sharhlab o'tdi va lagerlarda, turmalarda azob chekayotgan millionlagan begunoh xalqni qutqizib qilish uchun xalqaro jamoatchilikning jiddiy turda amaliy harakatga o'tishi lozimligini eskartib o'tdi. Başqa yig'in qatnashuvchilarimi qilgan so'zlarda Qalbinur Sidiq xonimning bayonlarini muayyanlashtirish bilan birga mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerlik xalqlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligining ko'p taraflamalik dalillar orqali isbotlanganligini ta'kidlab o'tishdi. Qalbinur Sidiq xonimning yig'indagi bayonlari G'ayur Qurban apandim tarafidan inglizcha va germancha tillarga tarjima qilib berildi. Bu qitimqi to'g'ri yig'iniga navbatda Angliyada faoliyat ilib berayotgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimmi to'g'ri orqali qatnashdi va Sharq Turkiston xalqining konkret talab va orzu istaklarini ifoda qildi. Mustabid Xitoy hokimiyatining xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining Londonda o'tkazilgan tunji sotiga guvohlik bergan shohidlarning vatandagi urug' tuqqanlarini ko'raga elib olib, ularni ekranlarda majburiy so'zlatish orqali ularning guvohligini yolg'onga chiqarishga urinishdek razil qilmishi chet ellardagi Sharq Turkistonliklarning qattiq g'azabini qo'zg'adi. Xitoy hukumati tarafidan 9-iyun kuni atalmış Uyg'ur Abdunum rayonlik hukumatining nomidan maxsus Uyg'ur sotiga qarshi o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inidan keyinla stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi muhojirlar komitetining mudiri va bu qitim Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sotining tarjimoni Mehmet To'xta apandim bu vaqtda o'zining qarashlarini ifoda qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchilik qilib barpo qilgan Yaqında Londonda axırlaşkan Uyghur Milliy qirg'inchilik sotidan keyin Xitoy hukumati asabiylik bilan bu sotning muvaffaqiyatli tugishining bir kun bo'la bo'lmayla atalmış Abdurrahim Xalq hukumatining bayonotchisi Xitoy tarafidan bugun o'rinlashtirilgan sotda guvohlik bergan qarindoshlarimizning guvohligini yo'q chiqarishni maqsad qilgan shu guvohchilarning yaqinlari, atalmış yaqinlari yoki tuqqanlarini majburiy sanaga akilib, shularni o'zlari tayyorlab bergan materiallarni o'qitish orqali sotdan chiqargan shu Uyg'ur milliy qirg'inchilik hukmnomasining shu hukmnomasiga ko'langa tushirish uchun qora soy tashlash uchun xilma-xil tashviqot urushini boshlayotdi. Darvaqa bu yangi emas, sot boshlanishdan burunla Xitoy hukumati bu hujumga o'tgan. Sot jarayonida biz buni ko'rdik. Sotda guvohlik bergan qarindoshlarimizning sot maydoniga kelib shu guvohlik berishini to'sash uchun qilmagan besimlari, hiyla-mekrlari qolmagan, tahdidlari qolmagan. Shuna bo'lsa-mu, bizning botir guvohchilarimiz sot maydoniga kelib o'zlarining Xitoyning shu jazo lagerlarida beşirini o'tkazgan va ko'rganlarini va shu yerda qarindoshlarimizning ovozini sot maydonida yetkazib, odillik bilan guvohlik berib o'tdi. Bugungi bu Xitoylar o'rinlashtirgan tashviqotni asos qilgan, qaralashni asos qilgan bu muxbirlarning kutilish yig'inida Xitoy hukumati kutmagan bir voqea yuz berdi. Gerçi Xitoy hukumati bu qatimki axborot e'lon qilish yig'inida chet el muxbirlarini taklif qilmagan bo'lsa-mu, lekin o'zlari
planlab Hong Kongdan bo'lishi kerak bir muxbirini chaqirgan ekan. Ve Xitay hükümeti orlaştırgan, tayyorlangan bu Xitay hükümetinin bayonotlarini bu Uyghur ve başka guvaçılarının tuqqanları, ailesi ya yakınlarga okutup, ularni mecbur okutgandan keyin o muxbir şu sualını soradı. Mene diqqatimni şu tortdi. O muxbir Xitay hükümetinin şu bayonotchisiga dedi ki, sizlar bu Uyghur sotida bergan guvohliklarni yolg'on deyapsizlar, lekin bugun o'zinglar akagan guvohchilarni hammasi tayyorlangan, oldiga qo'yilgan shu tayyor yozmani o'qiyotdi, unda bo'lsa qaysi rost? Deb shu savolni qo'ydi. Darvaqa Xitoy amaldorlari bu savolni kutmagan bo'lsa kerak, biroz alaqsada bo'lgandek bo'ldi. O'zlaricha voy buni tarjima qilgan bo'lsak qoladi, buningga qandoq inkos qaytaramiz deb biroz ishki qismda uni muzokara qilgandakmi avval chiqib turyotdi. Demek ki Xitay hükümet xilibek alaqsada bo'lgan. Bütün bu jarayonlardan shuni ko'ralaymiz. Bu sot orqali Xitay hükümetinin Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchilik, insoniyat qarshi ishlangan jinoyat va milliy tozalashdan iborat shu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti tomonidan cheklangan shu jinoiy qilmishlarni Xitoy davlatining Uyg'ur, Qozoq va boshqa qarindoshlarimizga sodir qilayotganligini bu sot dalillar orqali dalillab Şu 9. aydaki 2. qatımlıq sotdan keyin şu yılın axırıgacha hüküm çıkardı. Bu hükümname Xitay hükümetinin peşaynesiga bir qora dağ olab mengülüb uruldu ve Xitay hükümeti bu hükümnamenin paydo qiladigan oqibatlarga mas'ul bo'ldi. Şu alaqsadilik bilan Xitay arqali tashviqot, besim, tahdid va hiyla-nayronlarni ishlatyapti. Şolaşqa bu tahdidlarga biz pisand qilmasligimiz kerak. Bu tashviqotlarga pisand qilmasligimiz kerak. Şu qurultay o'rinlashtirgan, yetakchilik qilgan shu milliy qirg'inchilik sotining muvaffaqiyatli oxirlashi uchun butun kuchimiz bilan shunga markazlashib, moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashimizga to'g'ri keldi. İnşallah bu sotma muvaffaqiyatli oxirlashida Xitoy hukumati tegishli jazoni oladi. Xo'shalloh emanet. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu qitim Londonda o'tkazilgan tunji sotida Turkiyadan Nursimon Abdurashid, Maliksat Habibul, Mahmad Tavakkul, Shamshunur Abdug'ofur, bu Maryam Ro'zi qatorliq shohidlarimiz guvohlik bergan. Xitoy hukumati 9 iyun kuni o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida shohidlardan Shamshunur Abdug'ofurning singlisi Marhaba Abdug'ofur bilan Mahmud Tavakkul apandimning ayoli Habiba Himid qatorliqlarni sahnaga chiqarib, majburiy so'zlatish orqali Londondagi sudda guvohlik bergan shohidlarning bayonlarini butunlay yolg'onga chiqarishga uringan edi. Turkiyada yashayotgan yuqorqi shohidlarimizning Londondagi sudda jasurlik bilan guvohlik berishi chet ellarda yashayotgan qarindoshlarimizni alohida mamnun qildi. Turkiyadagi guvohchilar bilan Uyg'ur sudi o'rtasidagi munosabatlarni saqlashga Turkiyadagi Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqti bevosita mas'ul bo'lgan bo'lib, bugun stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi vaqtining raisi Abdurashid Abdulhamid apandim o'zining bu navbatlik sud haqidagi qarashlarini bayon qilib mundoq dedi. Assalomu alaykum. 4 iyundan 7 iyungacha Londonda o'tkazilgan Uyg'ur sud kollegiyasi Sharq Turkistonliklarningki chet ellarda elib berayotgan faoliyatlarning ichidagi eng ahamiyatli, eng keng doiralik va ta'sir doirasi eng cho'ng bo'lgan bir harakat faoliyat bo'ldi. Bu faoliyat dunyodagi matbuotlarda, ijtimoiy taratqularda va xalq orasida nihoyatda keng g'ulg'ula paydo qildi. Albatta, bu faoliyatningki ahamiyatini tunib yetgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bu faoliyatga har jihatdan mayli moddiy, ma'naviy yoki guvohchi bo'lish jihatdan bo'lsin, nihoyat ko'p yordamda bo'ldi. Bu umumiy Sharq Turkiston xalqimizningki buning bo'lgan qiziqishi va destaklashi natijasida shundoq bir g'alabalik, bir da'vo o'ttirib chiqqan bo'ldi. Endi yanılam ko'p kamchilik bor deb qarashib bo'ldi. Turkiyada bütün teşkilatlar olsun bu davaga naiti umumyüzlük, keng doiralik yordamchi bo'ldi. Mayli moddiy, ma'naviy jihatdan albatta hammasiga ko'p rahmat aytamiz. Yana bir jihatdan hamda guvohchilar o'zlarining guvohliklarini oilalariga yo urug' tuqqanlarga aytilgan tahdid va besim bo'lganligini bilib tursimi, yana mardonlarcha o'tirib chiqib bu guvohlikni berdi. Yana bir jihatdan ilib aytsak, hamda bu yerda ahamiyatini tunib yetganda bor.
tunup yetenmegenler ve bunun arkadan yana uşak gap kılıp fitne tervatkanlar yok emas. Şunlaşka bu 9. ayda bu davanınki ikinci kıtımlık sotu buludu. Bu sotda texmi keng dairlik ve texmi halkımızı aydınlaştırgan bir vaziyette bu davanınki elip berilişiga ve bu 6. ayda elip berilgan davadın texmi keng dairlik bütün dünya cemaatçilikini ve Şarkı Türkistan halkını bununla kızıktırdıgan ve bu davanın arkasında turduğan ve destekleydiğin bir şaraitini yaratışımız zörür dep qarayman. Hürmek televizörü köyüçüler. Yuqorida istansimizning Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga beg'ishlagan maxsus programmasini diqqatingizga sunduq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyin qaytamoq programmada ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.